Assalomu alaykum barchaga hurmatli qadrdonlarim. Yaxshimisizlar, sog'lommisizlar? Do'stlar, bugun Ispitamiy noyasining Qo'shdagi Rumon qishlog'iga keldim. Sababi do'stlar, ushbu qishloqda bir yangi dam olish maskani, ya'ni doktorxona ochilgan edi. O'zim kelib bir lechina olib ketgan edim. Yaxshi lechina qilib, doktorlar yaxshi qarashganligi uchun bugun kelib do'stlar, sizlarga ham ushbu doktorxonani bir tavsiya qilay degan holda kelyapman do'stlar. Mana shu yangi ochilgan biz lechina kirish joylari, mana ko'rasizlar, hovlisi, sharoiti juda ham yaxshi. Hozir ichkariga kirib, albatta sharoitlari va ularni sizlarga ko'rsatib o'taman. Albatta do'stlar, ma'qul bo'lsa bemalol kelib ushbu maskangohda damni olib, xohlasa lechinalarni olib ketaverasizlar degan umiddaman. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Rais bo'y, yaxshimisiz? Salomsiz, badam mafat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Salomat bo'linglar. Oldin kelib Habobat olib ketgan edim. Esladim. Esladingizmi? Men kamera bilan to'g'ri keldim. Agar ruxsat bersangiz, bugun ushbu obunachilarga bir kelib, mana shu yerda tavsiya qilay degan niyatda keldim. Agarki Habobatlar aytmang. Judayam eng muhim shu hijomiga mazza qildim. O'zi ham mazza qildim. Shu uchun bugun bir obunachilarimga tavsiya qilay, sharoitlarini va narx-navolarini deb keldik. hozir kakras vaqtida kelsangiz, mana yuring, mana bu xonada hijomatga, ya'ni to'sapraf. Xo'p, do'stlar, mana bir sharoitlarni ko'rsatay. Mana bu opajonlarimiz juda ham yaxshi qarashadi. Eng muhimi, tillari shirin. Kayfiyatimiz shunday buzuq bo'lsa ham baribir ko'tarishni bilishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu sharoitlari, mana ko'ryapsizlar. Divan, kreslo, konditsioner, televizor, xullas hammasi bor. Apteka o'zlarida bor. Mana endi xudo olsa birin-ketin mana xonalarni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Hozir Habobat qilyapti. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Qolmangizlar. Charchamayapsizlarmi? Doktor chiqarishmi? Shuni azmi? Rusmi? Mona nashidasizmi? Salomat bo'lishit. Hozir mana ular kakras mana shu bo'yinda grijasi bor, o'shalarni davolayapti. Ino grija do'ran, doktor? Shu grija do'ran. Грудной отдел кифоз, нормаш бисёр. Поясничный отдел грижа доран. Похора гам медиат. Худо хат товба мекунем, нақд шуда мераванд иншоалло. Kam salomat bo'lsin. Hozir 1 hafta bo'z, Habobatda har ro'z omada. Har ro'z turgan. Chand ro'zda o'mdiradi, doktorjon? Мо 5 то 10 рӯза. 5 to 10 ro'zda. Аз 5 сеанс то 10 сеанс. Я хело бир мисол аз 3 сеанс нағз мешаванд. И зависит организмга, организм чӣ солим нағз бошад, тестар сар шуда мераванд. Фаҳмидам, salomat bo'lishit. Барои мисол ман инҷо менишонам. зонию ба пост ба метиҳад. Агар грижаро дер кардед, то бобата худ сартроз мешаванд. Артрит, полартрит, артрозонио. Барои хотирами грижаро дер накарда, биёед бо время тобат. Salom. Terapevt doktorimiz bor. Terapevt bo'layam, nevropatologimiz bor doktorimiz. Eski sobiqador bular hammasi. Kami 35 yil, 40 yil oshib ishlagan doktorlarni Oldin kelganda bular yo'q edi, bular bor edilar. Ha, doktor. Bular ham yangi ketlar, gap qilish mumkin emas. rahmat. Mana hozir yursangiz hijomani ko'rsataman. Mana do'stlar, hozir hijomani ko'rsatamiz. Mana bular doktorimiz. Assalomu alaykum. Qolmang. Hijomani nima qilib mana shu yerda Salgina vaqt olamizmi, maylimi? mayli. Alovli massaj ham hozir bu nima? Bu alovli massaj. Mana shu badanni qizdirib, shamollashlarni oladi-da bu. Bundan keyin badan qizigandan keyin nimani massaj qiladi, qon aylanishi yaxshilanib, shamollashlarni qiladi. Svettovchi seanslarimiz bor. Svettovchilar banka qo'yadi bu terapevtimiz. Mana instrumentlar. Hijoma qiladi. Peshanadan chirkni davlenani olib, davlenani pasaytiradi. Shunaqa lechinalar bor. Siz aytasiz. Gap yo'q mana. Mana do'stlar, mana jarayonni ko'ryapsizlar. Hammasi realni. Men o'zim ham kelib
Ayniqsa mana shu hijomalariga mazza qilib ketgandimda. Piza yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Shunday bemalol damni olib, istirohat qilib, xudo olsa kalalari svej qilib ketaverasizlar hammasi. Черепное давление mana shu peshanadan doktorimiz o'qib sertifikatlari bor. Mana ba'da Hamma sohaga sertifikat olingan. Mana do'stlar, hammasi qoida. Ya'ni ko'rganingizlar hammasi sertifikat bor. Xullas oliy darajada ba'da instrumentlarimiz hammasi, одноразовый bankalarimiz hammasi. Bankalar harakatlarga одноразовый ishlatamiz. Misol, hijoma qilgan paytimizda bularga mana aslovli massaj qildik. Bunaqa bankamiz bor. Bambukiy banka ishlatamiz mana. Alov bilan bag'da bor. Hamma instrumentlar bor mana. Uzimiz bor, EKG bor. Hozir mana shu qilayotganingiz qancha narxi ham bormi? Narxni ham aytib o'tsak-da, chunki hozir hamma narxiga qiziqyapti. Qancha bo'lsa deb. Bu общий massaj olsalar shu 50 so'm bo'ladi-da. 50 so'm. Hijomalarimiz ham 50 so'mdan. Yana chetda yotgan kasallarga arzon qilib, chiroyli qilib beramiz. Bizda muhimi pul emasku, muhimi kachisi hozir. Shu sihat bo'lsa, shular yaxshi bo'lsa, biz shunga xursand. Chiroyli bo'lib xursand bo'lib kelsalar, Shunday. Gap yo'q. Salomat bo'ling. Qani Yana bu yerda hozir takas yotibdi. Mana ko'ring. Mana bir fikrini eshitdinglar. Mana bu kunlar ko'chatda xabar qilyapti. qani. Assalomu alaykum. Opajonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Alloh shifo bersin. Damni olyapsizlarmi? Qanday? Hammasi yaxshi. Endi ochiq o'ydan gapiravering, mana shuni ushlab oling mana. Endi qattiq ushlab olib gapiraverasiz. Postoplar shaqa mana bizga xizmat qildilar. 10 kundan beri tamom oyog'im bo'lmar edi. Turib ketdim. Medsestralar hammasi yaxshi, ovqatlari yaxshi, hammasi joyida, ozoda, toza. Mana kenglar lecheni o'nglar faqat toza joylari yaxshi ekan. Qayerdan bo'lasiz o'zingiz? Istaravshandan. Istaravshandanmisiz? Men zemlyaga ekansiz. Gap yo'q, ana do'stlar, Istaravshandan ekanlar. Bu haqqonida, kutmagan gap Joylar yo'q. haqqon yaxshi. Yaxshi, ha? Xolajon, o'zingiz bir endi gapiring endi. Bilmaysizmi? Ha, qanday? Doktorlar yaxshi. Yaxshi, hammasi yaxshi, rahmat. O'riga chiqibdi. Tillari shirin lekin. Hammasi yaxshi. Tillari shirin, opajonlarimizni. Salomat bo'ling. Gap yo'q. Yaxshi dam olingizlar. Sog'lik salomatlik tilaymiz. Ne deydi? Ukol qiladigan o'toqiy kori. O'toqiy kori. Shu yerda faqat ukol, EKG, EKG apparatimiz ham mana shunda. Mana hozir hoji onani EKG qilyaptilar. Bular medsestramiz Dirabo, mana shu yerga mashhur shaxs. Ukollarning hammasi mana shu yerda olinadi. Mana sharoitlarni qilganmiz. 10 ta kushetka bor. 10 kishi baravar yotib ukol olib, lechen tabobat olaveradi. Mana hozir bularni EKG bilan nima lazer ulaganmiz, qonni suyultiradigan apparatimiz bu. Qonni suyultirishga ulab qo'yilgan. Mana do'stlar. Bundan tashqari akusherkamiz bor. Shular o'zlari akusherka. Ayollarni ham davolaydigan bu yerda nimamiz bor, sharoitimiz. Ha, bor, ha. Ayollarni ham ginekologik davolaydi bular. Gap yo'q. Mana agar biron xil savol bo'lsa, bulardan so'rash mumkin. Ayollarning hammasi kasalliklari mana sistit, eroziya, mioma, iltihobi mahmol, qanaqangi bemorlari bezovtasi. Hammasi. Murojaat qilishlari. Bu yerga kelgan odam, misol boring EKG qilib keling, rayonga borib o'zi qilib keling deyish yo'q. EKG apparatimiz mana bor, o'zimiz yurakni EKG qilib, doktorlar ko'rib, alik qilaveradi. Uzi apparatimiz bor, ichki organlarni ko'radi. Boring uzi qilib keling demaymiz. Hamma narsa shu yerda mug'ayyor. Xullas, ana do'stlar, sarsongarchilik yo'q, hammasi bitta joyda. Kelib, xudo olasa davolanib ketaverasizlar. Men endi mana shu fizioterapiyadagi mavjud bo'lgan nimalarni apparatlar bilan tanishtirib bo'lmasam. Mana bu yerda apparat, bu hammasi bu UIC deydi, bu narigi nima doktor? O'shalar. Bu nima uchun bu? Bu endi mana shu issiq bilan nima surkab, tomoq og'riq, bel og'riqlarga haligi dorini qo'yib issiq qiladigan. Gap yo'q. Mana nargisi? Unisi ham svet. Ha. Mana do'stlar, svet. Mana bunisi ham nima
bu King Kong oyoqqa massaj beradigan. Ishli hammasi rabochiy holatda. Bu yoqda massaj qilamiz. Mana bu yerlarda apparatlarimiz bor. Hozir fizioterapevtimiz bugun dejurda ekan. Xullas mana do'stlar qaranglar. Ishni bitirib Yotoq joyi bilan hammasi apparati bilan qoidaviy bor. Ko'ryapsizlar, har bittasini boshida tumbuchka apparatlari bor. Xullas joy yotoq joylari bilan chiroyli qilib bo'lsa qo'yishgan mana kelaverasizlar. Qaysi biriga muhtoj bo'lsalaringiz, bo'lsa kelsalaringiz chiroyli qilib yana bo'lsa davolab qo'yishaveradi. Mana buni qaranglar mana. Mana shuni kim biladi? Bu nima bu? Bu Masalan, oyoqqa massaj. oyoqqa massaj. Ha. Mana. Shpora o'tirib ham oyoqi tagiga ham haligi. Dalama-dala yurasa bir marta kelib oyoqqa ham dam beringlar. Ha. Mana. Do'stlar, opajonlar, akajonlar, Bo'ldi mana. xullas mana shunday shart-sharoitlar. Bo'lsa, kelasizlar, faqatgina davolanib, istirohat qilib ketasizlar, damni olib. 3 mahal ovqatimiz bor. Ovqat ham bormi? Birinchi, ikkinchi, salat, meva, kompot hammasini tashkil qilganmiz. Hammasi bor. Hamma vaqt ovqatlar yetarli. Gap yo'q, salom. Svet ozod. Sistilina deydimi? Farqi ozod. Salom, buning gapi. Mana Bu mana nima bu? bu bochka parafinni eritadi, qizdiradi. Keyin mana bu yomkaslarga solib, kerakli temperatura bo'lgandan keyin kasallanib nimasiga, oyog'iga, beliga, shamollashlarga bu. Shamollash. Ha, parafin deydi. Ko'p joylarda saqish deydi, lekin parafin. Ana shuni bilan davolaydi. Mana bu saqishni parafinaga. ha. Mana endi bu yoqqa keladi. Tabobat oladiganlar kelib mana bitta tayyor bo'lib yotadi. Mana bu 5 ta koyka qilingan. Kelib yotadi, u parafinni tayyor qilib, issiqligini normalni qilib olib kelib, oyog'igami, beligami, yelkasi shamollashlarga bu zo'r narsa. Zo'r narsa. Ha, undan tashqari mana sandalimiz bor. Sandal nima uchun? Bu ham issiqlik, nima, svetovanna deydi buni. Svetovanna. Ha, mana ichida lampochka o'rnatilgan, bu hamma joyda bor-u, lekin bu ham tabobatning bitta turi. Shamollashlarga juda foydasi yaxshi. Tushunarli. Gap yo'q. Ana shunaqa mana shu nimalarimiz bor. Gap yo'q. Keyin bitta mana par bochkamiz bor, asal surkab kiradi. O'sha asalni surkab kirgandan keyin bochkaga par haydaydi. Par haydaydi. Ha, par bilan badaningizni qizdirib, butun badandagi shamollashlarni oladi. Ko'rsak bo'ladimi? Ha, ko'rsataman hozir o'shani. Nima, ochiqmi? Ha, bochka mana. Mana bunimiz asal bochka deydi. Shamollashkasini uni. Butun badandagi shamollashi. Mana bu yerda mana apparat bor, yoqamiz. Kulchat qilgandan keyin 5 minutdan keyin tabobat olish uchun shu asal pasalini surkagandan keyin kirib o'tiradi. Bu yopilib, polni par haydaydi. Parga 38, 40, 42 gradusgacha par issiqlik beradi. Hozir mana shu bochka dedingiz-ku, asob qanaqa odamlar kelishi mumkin mana shunga? Qanaqa odamlar kelsin? Bel og'riq, oyoq og'riq, yelka, shamollagan qo'lni qimillata olmay qoladi, bo'yinlar qotib qoladi. Ana shularga juda zo'r shamollash oladi. 2 marta, 3 marta tushsa, o'sha butun badandagi shamollash ketadi. Gap yo'q, xo'p. Mana shu bitta tushib chiqsa qancha bo'ladi? Narxi bormi? Ha, bu endi bu yerda yotganlarga 20 so'm. 20 so'm. Ha, kelib 3 marta, 2 marta tushadi. Ko'chadan kelganlarga 30 so'm. Tushunarli. Ana do'stlar, kelasizlar 20 so'm uchun 20 so'mni hozir ko'chaga chiqsa hech narsa bermaydi-yu. Zato oyoqlaringiz, qo'llaringiz yoki bellaringiz yaxshi bo'lgan qoladi. Meni fikrim. Ha, kelinglar. Baniyaga borsa ham 200 so'm, 50 so'm, 100 so'm. 20 so'm baniyadan zo'rda bu. Baniya hozir qimmat. Endi 30 so'm. Kelasizlar mana Asaljonni surtib, bemalol kirsalaringiz bir rohat qilasizlar. Gap yo'q. Bo'ldi mana. Mana shunday shart-sharoitlar do'stlar, bo'lsa, xullas bir gap aytganda hammasi shu yerda bor. Sarsongarchilik yo'q. Kelasizlar, doktor o'zi ko'radi, qog'ozini yozib, apteka bor, o'zi bor, xullas hammasi bor. Menda rais bularni narxi qanday bo'ladi? Misoliga bir haftalikni yoki 10 kunlik yozsa narxi lichinani. Endi asli bir kurs lichinisi o'zi 10 kun. Kim keladi 5 kunga, 6 kunga. O'shaning uchun biz bir kunligini nima qilganmiz, muayyan qilganmiz, 180 so'm bir kunga. Bir kunga 5 kun yotsa 9. Ha, hammasi ichida. Ovqat, fizioterapiya, yeb ichishi, dam olishi hammasi ichida. Hammasi ichida. Gap yo'q. Salomat bo'ling. Ana do'stlar, 180 so'm bir kunga kelasizlar. Bemalol damni olib, xudo xolasa ketaverasizlar.